25 nafar deputatdan 25 nafari to'liq ishtirok etmoqda. Sessiya ishida Bekobod shahar hokimi Babayev Nasrullo Nurbayevich, shahar hokimining o'rinbosarlari, tegishli tashkilot va korxona rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashmoqda. 7-chaqiriq xalq deputatlari Bekobod shahar kengashining 3-sessiyasini ochish to'g'risida kimda qanday taklif bor? Ochilsin degan taklif tushyapti. Ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar? Betaraflar? Sessiyani ochildi deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, biz sessiya kotibi saylab olishimiz lozim. 9-jonli saylov usulidan saylangan deputat Abduqayumov Husniddin Berdimurodovni sessiya kotibi etib saylash taklifi kiritilmoqda. Boshqa takliflar bormi? Yo'q. Taklif qilingan nomzodga qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Betaraflar? Taklif bir ovozdan ma'qullandi. Deputat Abduqayumov Husniddin Berdimurodovni sessiya kotibi etib saylandi. Sessiya kotibidan o'z ishingizni boshlashingizni so'rayman. Hurmatli deputatlar, bugungi 7-chaqiriq xalq deputatlari Bekobod shahar kengashining 7-chaqiriq sessiyasi kun tartibini tasdiqlab olishingiz kerak. Sessiya kun tartibiga 3 ta masala kiritilmoqda. Kun tartibi sizga taqdim qilingan. Taklif etilayotgan kun tartibi bo'yicha kimda qanday taklif bor? Yo'q bo'lsa kun tartibini ovozga qo'yaman. Kun tartibidagi yuqorida qayd etilgan 3 ta masala ko'rilsin degan deputatlarni qo'l ko'tarib ovoz berishdan so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Betaraflar? Kun tartibi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, endi biz sessiya reglamenti tasdiqlab olishimiz kerak. Quyidagi sessiya reglamenti taklif qilinmoqda. Ma'ruzalar uchun 15-20 daqiqagacha, so'zga chiquvchilar va munosabat bildiruvchilarga 5-7 daqiqagacha, savol-javoblarga 3-5 daqiqa vaqt beriladi. Boshqa takliflar bormi? Yo'q. Bu holda ovozga qo'yaman, qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Betaraflar? Reglament bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan so'z Bekobod shahar hokimi Babayev Nasrullo Nurbayevich marhamat. Avvalo, katta rahmat.
Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, bugungi sessiya qatnashchilari. Bekobod shahar hokimligida umuman fuqarolar bilan ishlashda, fuqarolarni murojaatlari bilan ishlash bo'yicha namuna qilish hududlarni kelib tushayotgan murojaatlarni tizimli ularni boshqarish, hal etish masalalari bo'yicha biz O'zbekiston Safar bilan oldingi sessiyamizda qarshi namuna asosida ish rejamizni ko'rib chiqqanlik, tasdiqlab berganlarga rahmat. Bugun harakatlar rejasini tasdiqlash ko'zda tutilyapti. Bu harakatlar rejasi tarqatilgan. Shularni qisqa qilib sizlarga olib bildiraman. Hisob bersangiz, endi bugungi kunda Bekobod shahrida hozir 20 may holatiga 1567 ta murojaatlar kelib tushgan. Bu murojaatlarda 701 tasi ijobiy hal qilingan, 5%, 627 tasi qo'y ma'lumot berish orqali, 34 tasi tushuntirish berilgan, 33 tasi uzoq muddatga nazoratga olingan, 10 tasi rad qilingan va 9 tasi ko'rmasdan qoldirilgan. Shuningdek, 178 ta jarayonda kelib tushgan murojaatlarni rahbar qabullar orqali, veb-sayt orqali, qabulxonalar orqali, tashkilotlar pochtalari orqali, shaxsiy qabullar orqali kelib tushgan reja grafiklar tasdiqlandi. Hokim o'rinbosarlarida hamda hurmatli deputatlarimizga mahallalarda qabullarni grafiklari tasdiqlandi. Har bir korxona rahbari mahallada qachon chiqib, qaysi mahallada qabul o'tkazishlari grafiklari tasdiqlandi. Ayol harakatida hurmatli deputatlarimizga ham yetkazdik. Korxona tashkilotlar hamda hokim o'rinbosarlarini mahallalardagi qabullar grafikini va ish holatlarida bu asboblarda bo'ladi. Korxona tashkilotlar kesimida ko'rilgan Bekobod shahar gaz 59 ta murojaatdan 40 tasini ijobiy hal qilgan, 6 tasi ma'lumotli, 12 tasi jarayonda. Suv ta'minoti 32 ta murojaatdan 26 tasi ijobiy hal qilgan, 5 tasi jarayonda. Inson ijtimoiy xizmatlar markazi 160 ta murojaatdan 74 tasi ijobiy hal qilgan, 80 tasi ma'lumot berilgan, eng ko'p baland bugungi kunda shu ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha aholimiz murojaat bermoqda. Sanitariya-epidemiologik nazorat, askar bo'limi bilan yarasha yuqori ijobiy ko'rsatkichlarni qayd etgan, tug'ishlarning 32 tasi ijobiy hal qilingan. Amal qisqartirish bo'limida ko'pga murojaat tushgan bo'lsa, 24 tasi ijobiy hal qilinish. Qurilish uy-joy ta'minot bo'limiga 50 ta murojaat qilingan bo'lsa, 25 tasi ijobiy hal qilingan, 23 tasi ma'lumot berilmoqda. Xotin-qizlar bo'limiga ketishgan murojaatlar, fuqarolarning xotin-qizlar bo'limiga bizda uy so'rab murojaat qilganlar ko'p, shularni harakat qilyapmiz. Orqali video olishlarning mumkinligini tushuntirib, tartibini o'rgatyapmiz. Bekobod shahar prokuraturasi 38 ta murojaat kelib tushgan, soliq inspeksiyasiga 15 ta, Bekobod shahar tibbiyot birlashmasiga 70 ta murojaat kelib tushgan, 3 tasi ijobiy berilgan, 33 tasi ma'lumot berilgan jarayonda. Bekobod shahar hokimligi murojaat bo'lgan bo'lsa, 4 tasi ijobiy qilingan, qolgani jarayonda. Direktor ta'minoti 38 ta murojaat kelib tushgan, 6 tasi ijobiy. Ichki ishlar bo'limiga 2 ta murojaat kelib tushgan bo'lsa, 3 tasi ijobiy, 3 tasiga huquqiy ma'lumot berilgan. Pensiya jamg'armasi 18 ta murojaat kelib tushgan bo'lsa, mahallalar uyushmasi murojaat qilgan bo'lsa, 37 tasi ijobiy hal qilingan. Biz bu qator ijobiy natijalarimiz bor. Albatta, ayrim korxonalardagi shu murojaatlar bilan ishlayotgan mutaxassislarni ham
biz faoliyatlarni yana qayta ko'rib chiqyapmiz. Ularda ham o'ziga yarasha kamchiliklari bor. Aholi bilan ishlashda birinchi navbatda biz doimiy shaharda shtabni tashkil qilishimiz zarur. Bana xabarlar bor, hozir chiqmazlar yana qaytadan tashkil qilyapmiz. Har bitta sohani tashkilotga biriktirilgan murojaatlar bo'yicha xodimlarni shu qabulxonaga tushgan murojaatlarni tizimli hal qilish bo'yicha ishchi guruhlar faoliyatini tashkil qilmoqchimiz. Shaharda o'sha shtabga biriktirilgan xodimlarni o'qish orqali o'quv seminarlarini o'tkazish, reja grafikatsiya qabulxonasida qisqa muddatli tajribalar o'tkazish ushbu biriktirilgan mas'ul xodimlarimizni barcha korxona tashkilotlaridagi eng ko'p murojaatlar tushayotgan tashkilotlardan shahar xalq qabulxonasiga malaka imtiyozdan doimiy birіктirish. Shuningdek, mas'ul tashkilotlar bo'yicha ularning belgilangan muddatda ko'rib chiqilishi hal etilishini tashkil qilib nazoratga olishni shu harakatlar sohaviy masalalarda o'rganilish, qayta o'rganish talab qilayotganlarni qayta o'rganib, ularni takroriy bo'lmasligini oldini olish masalasi. Murojaatlarga sabab bo'layotgan omillarni aniqlash, tizimli muammolarni diagnostika qilish, eng og'ir mahallalar, eng yana tizimlik kamchiliklarni aniqlab, ularni buzib kesib hal qilish chorasini ko'rish bo'yicha o'zimizga 7 marta iborat vazifalarni olyapmiz. Shahardagi mahallalarda yetkazilgan a'zolar tomonidan Prezident Yurtboy qabulxonasi va xalqaro obunalariga tushgan murojaatlar o'rganishini ta'minlash, shahar viloyat respublika miqyosida hal bo'lish toifasiga qarab jamlash va ularni respublikaga yetkazish. Eng ko'p murojaatlar tushayotgan har bir tashkilot kesimini ariza shikoyatlar sabab bo'layotgan tizimli muammolar yechimi bo'yicha yo'l xarita ishlab chiqish hamda amalga oshirishni tashkil qilish. Bu bizda kamchiliklarni qilish bo'yicha tashkil qilingan. Eng ko'p murojaat tushayotgan tashkilot va korxonalarda rahbar o'rinbosarlarini boshchiligida aholi murojaatlari bilan ishlash samaradorligini oshirish, aholining ariza shikoyatlarga sabab bo'layotgan tizimli muammolarni tahlil qilish bo'yicha nazorat tahlil guruhlari faoliyatini yo'lga qo'yamiz. Huquq tizimiga taalluqli murojaatlar bilan ishlash samaradorligini oshirish bo'yicha bizda ko'p huquqlardan norozi bo'lib, qarorlardan norozi bo'lib, fuqarolarning murojaatlari davlat idoralari mansabdor shaxslarning xatti-harakati bo'yicha ariza va shikoyatlarni har tomonlama o'rganish bo'yicha ham agar shaxsiy bir adovat qilib